Leysalarni akalarimiz o'zlari ishlab chiqarishyapti. Nimaga endi qimmat sotish kerak? Eng arzon narxlarda leysalar. Assalomu alaykum, Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda ishlab chiqaruvchi akalarimizdan arzon sifatli leysalar narxini yoritib beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, akalarimiz katta ob'yomda ishlab chiqarib, quruvchi akalarimizga, arendachi akalarimizga yetkazib berishyapti. Hozir esa usta akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Usta aka, yaxshimisiz? Tuzimsiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zlar. Xo'sh, qo'llarni rad ko'rmasinlar. Quruvchi arendachi akalarimizga va albatta xonadonlar uchun leysalar ishlab chiqaryapsizlar aka, aka? Albatta. Xo'sh, aka, bularimizni turbalari qayerda turbalari? Ma'lumotini berib ketsak yaxshi bo'lardi. Turbalar hozircha Samarqand turbasini ishlatyapmiz. Samarqand zavod, ha? Zavod. Samarqand metallurgiya zavodining turbasini ishlatyapmiz. Lekin ba'zida orada Toshkent turbani ham ishlatamiz. Toshkent zavod turbani ham ishlatyapsizlar. Bir kunda nechta leysa ishlab chiqarasizlar? Usta aka, jami? Bizda hozirgi kunda ikkita seximiz mavjud. Aha. Bu kichkina seximizda 50 komplekt bir kunda maksimal chiqadi. Ikkinchi katta seximizda 100 tadan 150 ta komplektgacha yasashimiz mumkin. Tushunarli. Ya'ni o'psha oladigan bo'lsak, 150 tadan 200 tagacha leysa tayyor bo'ladi. Yurtmaga qarab turib ish quvvatini oshirishimiz mumkin. Ha, yana talab kuchli bo'ladigan bo'lsa, yana ham ko'paytirib berishlarimiz mumkin. Tushunarli. Mana shu katta ob'yomda kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Aka, bularimizni qalinliklari necha qalinlikda berilyapti? Turbalarimizni asosan qalinligi 1.7 qalinlikdagi turbadan ishlatamiz. Aha, 1.7. Faqatgina shu kashayiga ishlatadiganimiz 1.5 likdan bo'ladi. 1.5 stenka bo'ladi. Aha. Buni mabodo agar mijoz qalinroqdan buyurtma qiladigan bo'lsa, narxini biroz kelishgan holatda qalinroqdan o'sha buyurtmaga qarab yasab berishimiz mumkin. Ha, xolosa 1.7 ham qilib beraverasizlar, aka. Qilib beraveramiz. O'zi aslida zavod Xitoyda oladigan bo'lsa, Xitoydan kelyapti turgan leysalar 0.9 bo'ladi ekan, ha? Shunday. Lekin bu yerda mana ko'rib turibsizlar 1.5 stenka, ya'ni ko'taraveradi. Paddoni necha kilogacha ko'taradi, aka? Paddoni 700-800 kilogacha og'irligida yukni bemalol xotirjam ko'taradi. 700-800 kilogacha ko'taraveradi. Qoyil. Buni aka bez paddon ham sotaverasizlarmi? Albatta. Paddoni qancha bo'lishi mumkin o'zi? Paddonini o'zini misol uchun faqat paddonni so'ragan odamga xohlasa paddonini, xohlasa oyoq qismini, xohlasa kashay qismini alohida ajratib sotishimiz mumkin. Paddonimizning narxi 190 mingni hozirgi kunda narx belgilaganmiz. 190 ming so'm paddonni o'zi. Endi mana shu 1 metrli leysani tiklab qo'ydik, ikkita oyog'i, ikkita keskashagi, bitta paddoni bilan qancha berilyapti hozirgi kunda? 530 ming so'mdan hozirgi kunda sotiladigan narx shunaqa bo'lyapti. 530 ming so'm 1 metrligi. 1 metr. 2 metrligicha aka? 2 metrligimiz 620 ming so'mdan sotilyapti. 620 ming so'mdan. Ha, to'lovlar qanday bo'lyapti aka? To'lovlar pul o'tkazish, narx shu usulda qabul qilaveramiz. Aha. Keyin yana bitta qulay imkoniyatimiz borki, to'lovni oldindan olmaymiz. Mahsulotni qabul qilib olishadi. Xohlasin qabul qilgandan keyin plastik kartalarimizga raqamlarni o'tkazib bersin yoki o'sha yetkazib bergan shofirdan berib olsa ham bo'laveradi. Sharti ham bo'laveradi. Qoyil, zo'r. Xo'sh, usta aka, endi birinchi sexni ko'rsatib, ikkinchisiga ham bitta kurs ko'rsatib qo'yamiz endi ob'yomda. Bundan tashqarisilarda aka, betonomeshalka, apalovka, monolitniy stoyka, kolonna apalovka hammasidan bor ekan aka. Hamma narsa deyarli o'sha qurilish sohasiga daxldor bo'lgan hamma narsani ishlab chiqaryapmiz. Hamma narsadan bor ekan. Ya'ni eng birinchi qo'ldan bo'lyapti, qadrdonlar. Shunday. Ekranda nomerlari bo'ladi. Kimga qanaqangi qurilish anjomi kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hozir esa leysani ikkinchi sexiga kiramiz. Ustakalarimiz ozgina odam bilan nimaga 200 ta, 150 ta leysa chiqaryapti desa, mana bunaqangi Xitoydan zamonaviy stanovlardan olib kelib va ishni tezlatib yuboryapsizlar ekanda, ustaka. O'shaning uchun ham ozgina qolsin, tez nima deb yetkazib berak xalqqa deb, ustaka. Gap bitta ishlatib ko'rsatib beraymi? Bemalol. Xo'sh, mana oddiygina turbani kesishadigan, shuni stanovga qo'yib turib ishlarini endi hamda qo'yib turib, hop. Bitta bossiz ekan, hop, mana. Tayyor. Ham ezib, ham qirg'og'ini radius qilib, ham tayyor teshib beradi. O'shaning hisobiga akalarimizda ob'yom katta ekan. Bu sexda aka 150 ta leysa ishlab chiqariladi dedingiz, ha? Hozir sotuvda tayyorlari bormi? Bor tayyorlari mana. Mana sotuvda tayyorlari bor ekan. Shuni telefon qilsa, arzon shofyorlar topib, butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarga yetkazib, xafa qilmaydigan darajada, miqdorda keyin qolaversa, o'sha aytilgan joygacha yetkazib berishga harakat qilamiz. Aha, gap yo'q. Zo'r. Nima deydi, turba ham sveji ko'p turib, haligi suv tegizmasdan, zanglatmasdan kraska tepiladimi? Shunday holatida mana ko'rib turibsiz, tepalari o'ralgan joyda. Aha. Chiqarib yangi ekan. Bizaniga issiqligida kraska sepamiz. Ha, gap yo'q. Qancha qilib beramiz 2 metrligini usta aka? 2 metrligimiz 620 ming so'mdan hozirgi kunda narx. 620 ming so'm. 1 metrliginichi? 1 metrligimiz 530 ming so'm. 530 ming so'mdan narxi shu. Tushunarli.
Ustaga menimcha hamma ma'lumotni berdik. Endi qanaqadir savollari bo'lsa, nechta olmoqchi bo'lsa, qayerga bo'lsa ekranda nomerlarni qoldirib qo'yamiz aka. Nomerlar bo'yicha murojaat qilishaversin. Batafsil yana tushuntirib beraveramiz. Gap yo'q. Zo'r. Mana shu akalarimizni aha, mehnatini qadrlab bittadan laykni bosib, iloji boricha gruppalarga tanish bilsaga jo'natib qo'ysin, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Chunki mana shu 2 metrli lesalarimiz bundan 3-4 yil oldin 820 ming so'm sotilgan, hozir esa 620 ming so'm 2 metrligi, 530 ming so'm 1 metrligidan sotishyapti ekan. Sizga kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.